Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ona tili 3-sinf 93-mashq uyga vazifa. Bu mashqni shorts qilib chiqargan edim. Ko'rinmayapti shekilli. Obunachilar 93-mashqni so'rashyapti, lekin bu ham joylangan edi. Oddiy video qilib chiqaryapman. Shuning uchun yana boshqatdan la illa qo'shimchalari bilan yasalgan fe'llarni aniqlab tagiga chizing. Ovqat yesa og'zini chapillatar. Mana illa qo'shilgan, chapillatar. Nima qilar? Chapillatar. Goh o'tirgan partasini taqillatar. Nima qilar? Taqillatar. Taqillatar. Illa qo'shilgan bunga ham. Ko'chadagi kuchuklarni akillatar. Xo'p, illa bor bunda ham. Buni tagiga ham ikkita chiziq chiziladi. Birov uyun so'rasangiz laqillatar. Nima qilar? Laqillatar. Illa qo'shilib fe'l yasalgan bundan ham. Buni ham tagiga ikkita chiziq chizamiz. Qaysi bola? Qaysar bola. Po'lat Mo'min she'ri. Yoqimtoy kompozitor bo'lsammi deb o'ylayman. O'ylayman so'zida la qo'shimchasi qo'shilgan. O'zim yozib termasin, o'zim kuylayman. Kuylaymanda la qo'shimchasi qo'shilgan. G'ofur G'ulom she'ri. Demak, tepa qatorda chapillatar, taqillatar, akillatar, laqillatar tagiga ikkita chiziq chiziladi. Pastki qatorda o'ylayman, kuylayman fe'llarini tagiga ikkita chiziq chiziladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.